ikkita oyoqni bir-biridan farq qilib qolishi, ya'ni inson yurganda oqsab qoladi. Agar bizda chanoq sonda muammo bo'lsa, shu mushagimiz ishlamay qoladi, ya'ni bo'shashi, gipotonus holatiga keladi. Chanoq sonimda menda yemirilish bor deydida, lekin og'riq sohasi qatta desak, u og'riq sohani orqa bel qismiga yaqin joyda deb aytadi. O'sha bo'yasar deymiz, ko'pchiligimiz biladi, paxviy zonada bo'lsa, bunda chanoq sonida yemirilish mumkin degani. Inson sinirdan chiqqanda qiyinchilik tug'iladi. Yurganda oldi oyog'ini ko'tarishga qiyinlashib boshlaydi. Oyog'ini oldi tomonga tortib o'tirgan holatida o'z paypog'ini o'zi kiya olmasdi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mavzuyimiz chanoq son bo'g'imida uchraydigan koksartroz, ya'ni chanoq son bo'g'imi yemirilishi to'g'risida bo'ladi. Chanoq son bo'g'imi yemirilishi deganda ko'pchiligimiz bilmaydigan 2-3 ta holatlar bor. Shu holatlarni yoritib berishga harakat qilaman. Bu holatlarga nima kiradi? İnsonlarimizda ko'p uchraydigan savol, chanoq sonimda menda yemirilish bor deydida, lekin og'riq sohasi qatta desak, u og'riq sohani orqa bel qismiga yaqin joyda deb aytadi. Endi shu joyda savol tug'iladi. Agar og'riq bel qismiga yo dumg'aza qismiga yaqin joyda bo'lsa, chanoqda yemirilish bormi degan savol tug'iladi. Buni aniqlashni eng yaxshi uslubi bor. Bu qanday bo'ladi? İnsonda harakat cheklanishi, ya'ni inson oyog'ini ikkita tomonga ochishga qiynalishi boshlasa, ya'ni oyoqlari yon tomonga ochilishi chegaralansa va og'riq uni oldi qismida bo'lsa, ya'ni o'sha bo'yasar deymiz, ko'pchiligimiz biladi, paxviy zonada bo'lsa, bunda chanoq sonida yemirilish mumkin degani. Endi faqat og'riq dumg'aza va bel qismida bo'lsa va u og'riq oyoqni orqasiga qarab tortsa, ya'ni bitta simga o'xshagan qattiq tortish og'riq bo'lsa, bunda chanoq sonda yemirilish katta ehtimol bilan bo'lmaydi. Bunda yo sedalish, nerv qisilishi bo'ladi yoki bel qismida grija holatida xuddi shunday og'riqlar yuzaga keladi. Endi chanoq sonda yana bitta bildiradigan belgilardan bittasi bu ikkita oyoqni bir-biridan farq qilib qolishi, ya'ni inson yurganda oqsab qoladi. Buni ko'pchiligimiz sezadi. Keyin yana bir belgilardan bittasi bu insonni qadam tashlayotganda oyog'ini oldiga ko'tarishga qiynalish. Ya'ni insonni primoy mышца bidra deymiz, old son mushagi. Old son mushagimizning ishlamay qolishi. Primoy mышца bidra, ya'ni old son mushagimiz двухсуставный ikkita bo'g'imga ulanadi. Qanaqasiga? Birinchi bo'g'im bu chanoq son bo'g'imi bo'lsa, chanoq songa ulanadi va son qismimizning ustidan kelib, tizza qopqog'ini ustidan o'tib, katta boldir suyagi ustiga yopishadi. Endi agar bizda chanoq sonda muammo bo'lsa, shu mushagimiz ishlamay qoladi, ya'ni bo'shashi, gipotonus holatiga keladi. Inson sinirdan chiqqanda qiyinchilik tug'iladi. Yurganda oldi oyog'ini ko'tarishga qiyinlashib boshlaydi. Mana bu ham chanoq sondagi muammoning belgilaridan bittasi hisoblanadi. Albatta sizda shunday holatlar bo'lsa, oyog'ingiz yonga ochishda qiynalish yoki qadam tashlaganingizda qiyinchilik holatlar, og'rig'imiz bo'yasar, ya'ni paxviy zonada bo'lishi va og'rig'imiz tizzaga qarab tortish holatlari bo'lsa, albatta tezda mutaxassisga bog'lanib, uni tekshirtiring va chanoq son bo'g'imini MRT qildiring. Agar MRT holatlarida sizda birinchi va ikkinchi darajali yemirilish chiqsa, darrov xavotirga tushib qolmang. Buni imkon darajasida to'liq davolash imkoni bor. Ya'ni hech qanday dori va ukollarsiz kinezologiya va zamonaviy metod orqali buni davolash imkoni bor. Yana buni aniqlashni bitta belgisi bor. Ko'pchiligimizda mana chanoq sonda muammoli bo'lgan insonlar biladi. Oyog'ini oldi tomonga tortib o'tirgan holatida o'z paypog'ini o'zi kiya olmaslik. Bu ham oyog'ini yaxshi ochilmagandan keyin, oyog'imizni tag qismini o'zimizga olib kela olmaganimizdan keyin chanoq sondagi yemirilish belgilari bo'lishi mumkin. Endi chanoq son bo'g'imida uchraydigan ikkita asosiy holat bor. Birinchisi aseptik nekroz holati, ikkinchisi koksartroz holati. Bularning farqini qisqacha qilib tushuntirib beraman. Aseptik nekroz holatida son suyagi boshchasida qorayish, ya'ni chirish paydo bo'ladi. Bunda qon tomiriga ko'proq bog'liq bo'lgan kasallik. Ikkinchi holat hozir gaplashganimiz koksartroz holati. Bunda faqat qattiq tog'ay ustida ishqalanish, yemirilish bo'lgani uchun bu unga nisbatan yengilroq va tuzalishi tezroq holat hisoblanadi. Sizda ham xuddi shunday keltirgan holatlarimizdagi muammolar bo'lsa va MRT tahlilida koksartroz aniqlansa, birinchi, ikkinchi, uchinchi darajasi, bu holatda qo'rquvga tushmasdan ushbu raqamlar orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bunga eng zamonaviy ukol dorilarsiz davolash uslubida, ya'ni kinezologiya pediter orqali davolash uslubida yechim qilib beramiz. Videoni kuzatganingiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa izohda qoldiring va obuna bo'lib qo'yishni unutmang.